Bismillahirrahmanirrahim. Darul İman Akademisi ve Yusuf Xas Hacip Vakfi. Mektebimiz ma'rifatparvar saxovatchilarning moddiy jihatdan qo'llashi, iste'dodli diniy ma'rifchilar va ustozlarning kuch chiqarishi bilan 2014-yili İstanbul Zaytunburnu'da Darul İman Akademisi, 2018-yili İstanbul Sapaköy'de Yusuf Xas Hacip Vakfi nomida qurilgan bo'lib, Qur'oni Karim va islomiy ilmlar sohasida sistemalik o'quv-o'qitish xizmatini boshlagan edi. Bu yil Allohning fazli marhamati, islom va millat uchun tinimsiz ter to'kayotgan ustoz va xizmatchilarning qon tari natijasida g'alaba bilan 8-yilni tamomlab, sholliq 9-yilga qadam qo'ymoqda. Maktabimiz xizmat boshlagandan buyon yo'qlikdan borliqqa kelib, kichiklikdan zo'rayib, 50 dan ortiq ustoz va ishchi xizmatchilarning tirishchanligida hozirgidek Turkiyadagi Uyg'ur ma'rif ichida o'qitish sistemasi bir qadar mukammal, o'quvchi soni eng ko'p bo'lgan ta'lim-tarbiya maktabiga aylandi. Maktabimiz İstanbul'daki xalqimizning ehtiyojiga asosan Qur'oni Karim va islomiy bilimlar sohasida sistemalik, muntazam tarbiyalash sinflari va qisqa muddatlik tez yetishtirish sinflari ta'sis qilgan bo'lib, har yili ming atrofida Uyg'ur o'g'il-qiz o'quvchilar bu sinflarda ilmdan nasibasini olmoqda. 2017-yildan boshlab Turkiya Diniy ishlar idorasining ruxsati bilan Iman diyori Qur'on kursi, Turkiya Ma'rif ministrligining tasdiqi bilan istiqbol til tarbiyalash markazi, İstanbul Küçükçekmece muftiyligi qarashliq Yusuf Xas Hacip Vakfi o'quv-o'qitish markazi qatorliq maktablarimiz Turkiya davlatining qo'llab-quvvatlashi bilan xizmatlarini to'xtovsiz davomlashtirib kelmoqda. O'quvchilar soni, har qaysi bo'limdagi o'quvchilarning hozirgi umumiy soni 636 nafar Uyg'ur farzandlaridan tarkib topadi. Qur'oni Karim bilimlari. Har qaysi markazlarimizdagi Qur'oni Karim bo'limida o'g'illar va qizlar ayrim-ayrim dars olayotgan bo'lib, bu bilimlarda sabiylar uchun qoida savod chiqarish sinflari, qoida sinflarini bitirganlar uchun Qur'oni Karimni tajvidlik va o'lchamlik o'qish maxsus tilovat sinflari, tilovatda layoqatli bo'lganlar uchun maxsus yodlash sinflari, yodlab bo'lganlarning Qur'oni Karimni texmo pishiqlash uchun o'g'illar 30 parini bir kunda, qizlar 30 parini 2 kunda 3 ustozning nazoratchiligida o'qib berish sinflari, qorilarimizning texmo yuqorilab o'qish uchun sanadiy payg'ambar alayhissalomga tutishadigan ijozat sinflari ta'sis qilinib kelmoqda. Bu yil Ramazonda Zaytunburnu muftiyligining o'rinlashtirishi bilan 4 nafar Uyg'ur qorilarimiz Zaytunburnudagi 2 cho'ng jamiyda turk jamoatlarga imom bo'lib, xatmi tarovih namozlarini o'qib berdi. 10 o'quvchimiz Zaytunburnudagi 5 cho'ng jamiyda Qur'oni Karim o'qib berib, turk jamoatchilik tarafidan alohida olqishga erishdi. Maktabimiz Qur'oni Karimni to'liq yodlab bo'lgan o'quvchilarimizni Turkiya Diniy ishlar idorasi qorilik imtihoniga qatnashtiradigan bo'lib, hozirgacha 80 nafardan ortiq o'quvchilarimiz Turkiya Diniy ishlar idorasining qorilik diplomasini oldi. Islomiy bilimlar. Maktabimiz 5 yillik islomiy bilimlar sinflarida Qur'oni Karim, tafsir, hadis, fiqh ilmlari va bularni tushunish uchun o'qiladigan sarf, nahvi, balog'at, mantiq, usul qatorliq vosita ilmlar, oliy ma'lumotliq, tajribalik o'qituvchilar va ba'zi yuqori saviyalik arab ustozlar tarafidan o'tilmoqda. Maktabimiz o'rlab o'qimoqchi bo'lganlarni Turkiyadagi universitetlarning ilohiyat va boshqa fakultetlarga tayyorlik qildirish, davlat maktablarida sirtdan o'qiydiganlarni o'rlashtirish va ularga moddiy ma'naviy jihatdan yordamda bo'lish qatorli xizmatlarda bo'ldi. Hozir bulardan bir qism o'quvchilar maktablarni yaxshi natija bilan bitirib, xalqimizning ma'rif ishlari uchun bir kishilik hassasini qo'shmoqda. Qur'oni Karim va hadis sharif musobaqasi. Maktabimiz 2019-yildan boshlab yuqori so'mliq mukofot bilan Qur'oni Karim va hadis sharif yodlash musobaqalarini o'rinlashtirib, Uyg'ur millatining islom diniga bo'lgan intilishini texmo oshirishga tirishmoqda. Bu musobaqalar xalqimiz tarafidan yaxshi bahoga erishib kelmoqda. Fanniy maktablar va chet el tillari. Maktabimiz o'quvchilarni davlat maktablarida normal Turkiya ma'rif bilan tarbiyalash yoki sirtdan o'qitish programmalarida o'qitish bilan birga ana til, arab tili, turk tili, ingliz tili, matematika va universitet hozirlik darsliklarini berib kelmoqda. Yusuf Xas Hacip Vakfi xizmatlari. Zaytunburnudagi Uyg'ur jamoatining ehtiyojini ko'zda tutib, 2018-yili vakfimiz nomida bir masjid ochilgan edi. Jamoatlarimiz bu masjidda namozlarni jamoat bo'lib o'qigandan boshqa har haftada dars va vaz-nasihat o'rinlashtirilib kelmoqda. Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan Safaköy rayonining Sultan Murad mahallasidagi 4 qavatlik binoda 300 atrofida qiz o'g'il o'quvchi Qur'oni Karim, islomiy bilimlar, ana til va qo'shimcha til darslaridan foydalanmoqda.
Yordam xizmatlari. Qiyinchilik bor o'quvchilarning o'qishdan to'xtab qolmaslik uchun ma'lum darajada moddiy yordamlar qilinmoqda. Maktabimiz butun kuchini o'quvchilarga qaratgandan sirt, markazlarimizda xizmat qilayotgan ustoz va xizmatchilarga qo'lidan kelishicha moddiy, ma'naviy yordamlarda bo'lib kelmoqda. Yotoq. O'quvchilarning muntazam tarbiyalanishini asos qilgan holda, ba'zi o'quvchilarimizning ota-onasining vatanda qolganligini ko'zda tutib, Zaytunburnida o'g'illar yotoq ta'sis qilingan edi. Yotoq kirishga shart tutishib qabul qilingan o'quvchilar yotoq tomoqdan haqsiz bahramon bo'lmoqda. Dala faoliyati. O'quvchilarning ma'naviyatini beyitish uchun yilda bir qancha qatim dala faoliyati va jamoat shakllik vaz-nasihat faoliyati o'rinlashtirilib, dinga va ilmga bo'lgan intilishi va qiziqishi oshirilmoqda. G'oyamiz. Dinimiz, millatimiz va vatanimizning kelgusi uchun e'tiqodliq, yaramliq izbosarlarni va yetakchilarni tarbiyalab chiqish maktabimizning ulug'vor g'oyasidir. G'oyamiz ulug'vor, sharoitimiz cheklik. Mas'uliyatimiz eg'ir bo'lsa-mu, ulug' Robbimizning yordamiga bo'lgan ishonchimiz komil bo'lib, xalqimizning ilhomi bizga kuch-quvvatdir. Robbimizning yordami va xalqimizning qo'llab-quvvatlashi bilan qiyinchiliklarni yengib, qisqa vaqt ichida dinni so'ydigan, vatan uchun borliqini beg'ishlaydigan bir turkum avangard avlodlarni yetishtirib chiqish uchun butun kuchimizni sarf qilamiz. Ulug' Robbimizdan xolis niyat va ishlarimizga utuq tilaymiz.